akram va ziyoda shukurlayevna. Yoshim 66da. Men Global Trend kompaniyasiga prostatit yallig'lanish kasalligi bilan kasallangan turmush o'rtog'imga nanobalzamlarni olish uchun keldim. Endi ular nima aytaveraman? Perfectolux, Vitalux, Intimgel va Immunoluxlarni oldim. Ichishni boshladi. O'zim ham boshladim. Boshlagandan keyin hozir bir kursini olib bo'ldi. Intimgelni ikkinchi kursini olyapti. Oldin peshob kelganda qiynalib, voy deb turardi. Endi hozir shu narsalar yo'q bo'ldi, sekin-sekin. Endi men aytyapman, buni bir 2-3 marta olishingiz kerak. Bu o'zi ikkinchi marta, hozir bir pachkasini olib bo'ldik biz. Endi ikkinchisini kecha boshladik. 24 ta oldi, yana 24 ta olamiz. Keyingi safar ham Xudo xolasa olamiz deb turibmiz. Endi hozircha ahvollari yaxshi. Kechasi bir marta turdim yoki 2 marta turdim. Shu peshobi chiqqanda voy deb dodlardi. Lekin o'sha dodlashlar hozir qoldi.